بسم الله الرحمن الرحيم. عيسى يدعو إلى عبادة الله وحده. İsa alayhissalom yakka Alloh taoloni ibodatiga da'vat qiladi. وقد دعا كغيره من الأنبياء إلى عبادة الله وحده. Payg'ambarlardan boshqalari kabi yakka Alloh taologa ibodat qilishlikka Isa alayhissalom chaqirdi. فجاء من قوله في الإنجيل va Injilda Isa alayhissalomning gapidan keladiki: "Maktubun lirrobbi ilahaka tasjud." Maktubun deb. Hop, o'zi bu yerda Yusa degan bir kishi shaytonga aytadiki, "Izhab ya shayton" dedi. "Ey shayton, ketgin" dedi. Maktubun deyiladi, ya'ni yozilib qo'yganki, bitilib qo'yilganki, "Lirrobbi ilahaka tasjud." Parvardigor ilohingga sajda qilgin. Va lahu wahdahu ta'bud, va unga yakka o'ziga ibodat qilgin, ya'ni ibodat qilasan. Bu Matta degan kitobda mana shu raqamda kelgan ekan. Va yana so'zi maktubun lirrobbi maktubun lirrobbi ilahika tasjudu va lahu wahdahu ta'budu. Bitib yozib qo'yilganki, Robbing ilohingga sajda qilasan va yakka unga ibodat qilasan. Bu Luqoda kelgan ekan. وقد قال الله تعالى الله تعالى هم aytadiki: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. İnsanlardan Alloh taolo unga kitob, hikmat va nubuvvatni berib, so'ngra mana shu insonlarga Alloh taoloni qo'yib menga ibodat qilinglar, menga banda bo'linglar deyishligi joiz emasdir. Makani degani joiz emasdir. Walakin kunu robbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba va bima kuntum tadrusun. Lekin kunu robbaniyina, robboniy bo'linglar. Ya'ni juda ilmli bo'linglar degan. Robboniy deb ahli ilmlarga, olimlarga aytiladi. Qanaqa olim deydigan bo'lsa, ya'ni pastdagi darajadan kelib chiqadigan olimlarga, mustahkam bo'lgan olimlarga aytadi. Demak, mana shunaqa robboniy olimlar bo'linglar. Bima kuntum tuallimunal kitaba, kitobni ta'lim berganligingiz uchun. Va bima kuntum tadrusun, va o'zingizlar o'sha kitobni o'rganganinglar uchun robboniy bo'linglar. Va la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Farishtalarni va payg'ambarlarni xudo qilib olishligingizga ham buyurishligi mumkin emas. Tepaga qaytaramiz. Ayamurukum bil kufri ba'da idza antum muslimun. Sizlar musulmon bo'lganingizdan keyin sizlarni kufrga buyuradimi? Deyapti.